Imtihon bu bir go'zal jang. Ya'ni imtihonga taktikasiz kirsangiz, xuddiki jangga taktikasiz kirgan odamdek bo'lasiz. Xuddi ko'zi boylangan odamga o'xshab nimani qayoqqa urishni bilmaysiz. Shuning uchun testlarni albatta taktika bilan ularni kategoriyaga ajratib ishlash lozim. Xatolarim daftarida har bitta test ishlash jarayonidan so'ng xato qilgan savolingizni yozib borasiz. Nima uchun bu javob to'g'ri bo'ldi? Nima uchun men tanlagan javob noto'g'ri bo'ldi? Asoslantirib, nima meni tuzoqqa tushirdi? Nimada chalkashdim? Demakki, shu mavzu menda zaif. Shu mavzuni ochib, men chalkashtirgan, xato qilgan joylarimni mustahkamlab olishim zarur deb yozib olasiz. Agarda xatolarim daftarini tutmasangiz, sizda o'sish bo'lmaydi. Xato qilgan savolingizni xatolarim daftariga yozsangiz, uni kechga borganda yoki hatto 2-3 kundan so'ng sarhisob qilasiz. To'xta, ana bu 30 talik testda meni ana bu savol chalkashtirgan ekan. Men to'g'ri javob qilib, mana bu variantni olganman, lekin aslida noto'g'ri variant bo'lib chiqqan. To'g'ri variant mana bu bo'lgan va nima meni tuzoqqa tushirgan, nima meni chalkashtirgan. Shu joyiga zarba berib, bilimingizni aynan o'sha joyini mustahkamlab olasiz va ertaga sekin-sekin xatolaringizni to'ldirish orqali siz bir karra o'sasiz.